Mavzudan uzoqlashmaymiz. Mahallalarda o'tkazilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlardan ko'zlangan maqsad aholining ijtimoiy faolligini oshirish orqali jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, unga shart-sharoit yaratayotgan omillarni bartaraf etishdan iborat. Bundan tashqari, bugungi kunda mahallalarda davom etayotgan ko'chalarni kameralashtirish, savdo majmualari, turli jamoat joylariga tashvish tugmalarini o'rnatish ishlari ham jinoyatlarni fosh etishda yaxshi samara bermoqda. Xususan, Shovot tumanida ana shu texnologiyalar yordamida do'konda o'g'irlik sodir etgan shaxslar qo'lga olindi. Hozir shu haqda Joriy yilning 17-aprel kuni soat tungi 3:05 da Xorazm viloyati Qo'riqlash boshqarmasining Shovot tuman qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanadigan Shovot tumani Komiljon Otaniyozov ko'chasida joylashgan uyali telefon va uning aksessuarlari sotiladigan do'kondan tashvish xabari kelib tushgan. Turon markazga aloqaga. Aloqadaman. Saidjomil 0074 oilaviy korxonasiga qarashli uyali telefon savdo do'konidan tashvish xabari kelib tushdi. Harakatlaning. Qabul, tushundim sizni. Shundan so'ng tuman qo'riqlash bo'limi tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari zudlik bilan ushbu do'konga yo'naltiriladi. Hodisa joyiga yetib borgan xodimlar do'kon eshigini buzib ochilganligini ko'rgach, do'kon ichkarisini ko'zdan kechirish maqsadida ichkariga kirishganida, shu do'konning ichida o'g'irlik jinoyatini sodir qilayotgan shaxs qo'riqlash bo'limi xodimlari taqibidan qutulish maqsadida ularga faol qarshilik ko'rsatishiga qaramasdan, qo'riqlash bo'limi xodimi ushbu shaxsni ushlab zararsizlantirishga erishadi va tergov tezkor guruhini yordamga chaqiradi. Dastlab surishtiruv jarayonida do'kondan o'g'irlik qilishga uringan shaxs Xiva shahrida istiqomat qiluvchi 1995-yilda tug'ilgan yigit ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining o'g'irlik va hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan gumondor ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Haqiqatan ham mening magazinimda o'g'irlik qilishga urinish bo'ldi. Ammo qo'riqlash xodimlari kelib, o'g'irlik qilgan shaxsni qo'lga olishdi. Tadbirkorning qo'riqlash xizmati imkoniyatlaridan foydalanayotganligi va qo'riqlash bo'limi xodimlarining fidoyiligi tufayli o'g'irlik jinoyatining oldi olinishiga erishildi. O'z xizmat vazifalarini sidqidildan va to'laqonli bajargan ushbu xodimlarning otalariga viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomasi topshirilgan bo'lsa, xodimlarning o'zlari qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlandi.